Mana bemorimizni necha oydan beri davolayapsiz sizda? 3 oy. 3 oydan beri. Kelganingizda necha kilo edingiz? 84 kilo. Hozir necha kilosiz? 70. 70 kilosiz. Значит, 3 oyda 14 kiloga bosdingiz. Hop, ozodligingizda qiyinchiliklar bo'ldimi sizda? Yo'q, bilmadim. Birorta o'zgarishlar? Bilmadim, spokойно ozdim, hech qanaqa unaqa sriflar bo'lib, unaqa ovqatliklar shirinlikdan qasd qildim, makola ichardim har kuni, koladan qasd qildim. Вообще umuman даже ovqatda ham juda ham kam yo'q. Unaqa ishtahangiz ochilib, mana ko'zingiz ochilib emas ekan. Hop, shifokor aytgan kirish kerak ekan. Hamma aytganingizni qilib, hamma dorilarni vaqti soatida ichsa yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa. Kimdadir og'ir tana vazni bo'lsa, nima maslahat berardingiz? Endokrinologga borib, maslahatlashib, dori o'sha yozilgan dorilarni vaqti soatida ichib, aytganini qilsa, biz operatsiyasiz ham, o'zimni oldingizga operatsiya uchun kelgandim. No, oddiy dorilar bilan chiqib ketsa bo'larkan. O'shaning uchun kimdir agar oshqozonni operatsiya qilmoqchi bo'lsa, oldin dorilar bilan harakat qilib ko'rishni maslahat beramiz.